Assalom azizlarim, qalaysizlar, tuzumsizlar? Men ismim Munisa, kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviyaning Riga shahrida yashayman. Bu yerga talaba bo'lib kelganman. Bugungi dam olish kunim qanaqa o'tadi? Sizlar bilan ko'rsataman. Hozir sentrga o'tib kelaman. Sentrda ozgina ishlarim bor. Xalqi bo'lgandan keyin bu oy oxiri O'zbekistonga borish planini qilyapman. Mashina ovozi mashina o'tib ketsin deb gapirmasdan turdim. Keyingi oyga, bu oy oxiriga O'zbekistonga borish plan qilyapman. Yo'lga narsa olamiz. Oladigan narsalarim bor. Keyin ovqatlanaman. Bugun dam olish kunim qanaqa o'tadi birgalikda o'tkazamiz. Sentrga borishim uchun avtobusda boramiz. Avtobusda anaqa ostanovka Smobitga borib olishim kerak. Bugun Rigada yomg'ir. İşlagan joyimda oyligimni yarmini kartamga tashlab bergan, yarmini naqd pul bergan. Naqd pul bo'lgandan ko'ra kartaga pul bo'lgan yaxshi. Naqd pulni oldimda kartamga tashlab olish uchun mana bunaqa joyga keldim. Hozir ko'rsataman. Mana shu yerda naqd pulni kartamga tashlab olaman har doim. Foizi bor. Masalan, 500 euro bo'lsa, 500 euro kartaga pul tashlamoqchi bo'lsam 6% oladi. 6 euro oladi. 1000 euro tashlamoqchi bo'lsam, 1000 euro tashlamoqchi bo'lsam 12 euro oladi foizi. 12 euro foizini beraman. Kartamga naqd pulimni o'tkazib beradi. Akropol savdo markaziga keldim. Kiyim qariyman, ovqatlanaman. Ko'ramiz nimalar bor ekan. O'zbekistonga yo'lga kiyib ketishga kiyim kerak. Shkaf qarasam, hech narsa yo'q kiyishga. Mana shunaqa sosiskali bulchka, ekan shirinli bor. Oldim. Ularni yeb bo'lib keyin aylanaman. Keyin kelib KFCga ovqatlanamiz. Yana men bitta Zara bor. Berishga ularga kirishim kerak. Men bitta oladigan narsalarimni oldim. KFC zakaz qildim, barbekuli, 2 ta burger, kartoshka и kola. Uydan chiqqanimda o'zi ovqatlanmagandim, faqat bulchkali sosiska yegandim ko'chaga chiqqanimda. Keyin hech narsa yeganim. Shunaqa qornim och qoldi.
Mal oldim, uyga borganda ko'rsataman. Menga yoqimli ishtaha. Lekin bitta ko'chaga chiqsam, bugun dam olish kuni qanaqa o'tganini bilganim yo'q. Bitta ko'chaga chiqsam, bitta narsa olmoqchi bo'lsam, bu magazinga bordim, bu magazinga bordim. Kiyib ko'rdim narsalarni, yoqqan narsalarni, arzon narsalarni qidirib topib oldim. Dam olish kuni mana shunaqa o'tib ketadi. Shunaqa och qoldim, yurib oyoqlarim olib ketdi. Bu oy oxiri O'zbekistonga borish plan qilyapman. Yo'lga kiyib ketishga kiyim kerak. Samolyotda kiyib ketishga kiyim kerak. Kerak narsalarim bor, kamchiliklarim bor. O'sha narsalarni oldim. Chunki boshqa vaqt ishdaman. Vaqtim bo'lgan yo'q edi chiqqani. Bugun ishga borganim yo'q, dam olish kuni. Shunga chiqib oladigan narsalarni oldim, xudoga shukr. Endi kiyinayotganim kassa 2 minutda yopiladi, tezroq bo'ling dedi. Ogohlantirdi. 9 da savdo markazlari yopiladi. Ovqatlanadigan joylar faqat ochiq. Boshqa joylarda savdo markazlari 10 gacha ochiq bo'lsa kerak. Istanbulda shunaqa. 10 da yopiladi hamma joy. Ovqatlanish joyi ham, hamma joylari 10 da yopiladi. Bu yerda 9 gacha. Yaxshi ovqatlanadigan joy ochiq, chunki bugun uyda ovqat qilganim vaqtim ham yo'q. Vaqtim ko'chada o'tib ketdi. Zakaz qilgan burgerman. Chutki maza qilaman. Barbeküli burger. Faqat barbekü sos ko'proq qo'shgan. Salati, solyonni bodringlar bor va zo'r. Keyin menga yoqadigan mana bu kartoshka. Ovqatlanayotgan vaqtda ustimga tog'im g'izmasdan yomayman. Har doim shunday bo'ladi. Mana bunaqa chiroyliligini. Oh. Men yoqimli ishtaha. Ovqatlanib bo'lgandan keyingi holatni ko'rsataman. Hamma joyga souslar oqib, mana buni qarayman. Yangi olgan shishimmi? Barbecue sos. Hamma joyga oqib ketdi. Shimga ham tegdi. Yangi oldim, ishim уже anaqa. Mana shunaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Men ko'nglim joyiga tushmaydi. Mana ovqatlanayotganda ustimga tegmasa, mana yangi olgan kiyimimni ovqat tushmasa ustiga, ko'nglim joyiga tushmaydi. Mazza qilib ovqatlanmagan bo'laman-da. Allohga shukr.
Shaharda ham shunaqa. Menda. Ovqat shoshilib tez yeganimga ham bilmayman. Mana shunaqa barbekyuda finger burgeri bor. O'sha o'zim bilan saboy olib kelaman. Hozir kolamni ichib ozgina dam olaman. Tez yedim. Tiqilib qoldim. Bu yerda yaxshi masalan joyi ko'rsataman. Mana kichkinagina joy. Bunaqa kichkina joyga kirib olganman. Bu tomonda ko'rinmaydi. Bu tomon yopiq. Mana bu yerda o'sha boya bordi, klientlar ketdi. Mana Latviyada masalan Yevropani boshqa joylarini bilmadim. Ovqatlanib o'tirsangiz, masalan, ovqatlanasiz, qo'shiq aytasiz yoki o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz yoki videoga olasiz, bilmayman nima qilasiz. Hech kim qaramaydi sizga. Hech kim nima qilyapti ham deb qarab ham qo'ymaydi. Turkiyada unaqa emas, O'zbekistonda unaqa emas, bilaman chunki. Kiyib ovqatlanib o'tiribman, deb maza qilib, deb qo'shiq eshitib, unaqa qilyapman. Hech kim qaragan yo'q, hech kim xalaqit qilgani yo'q. O'sha tomonlar yoqadi. Maza qilib bemalol mana kichkina joyiga kirib olib, joylar bor, bir kishilik. Kirib olib, bemalol ovqatlanib, qo'shiq aytib, o'zim bilan o'zim gaplashib o'tirsam, mana hech kim xalaqit bermaydi, rohatlanib o'tirasiz. O'shanisi yaxshi. Achchiqligiga anaqa yuzim qizarib ketdi bu tomoni. Burger achchiq. Endi asta uyga boraman. O'sha burger yoqtirgan burger 5 euro ekan, 520 euro. Tayyor bo'lsa ketamiz. Bola tezda tayyorlab bersa uyga ketaman. Savdo markazlarini yopib, hamma joyni yopib, endi ketyapman. Menga o'xshaganlar yuribdi. Men bir kun dam olishga chiqsam shunaqa bo'ladi. Bir kun dam olishga chiqsam shunaqa bo'ladi. Vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmay qolaman. Keyin mana shunaqa